Assalomu alaykum, mani ismim Madina. Handmade qo'l ishlari, ukrasheniya aksessuarlar bo'yicha 10 yillik tajribaga egaman. Hozir bitim mijozimni individualniy zirhlar uchun maxsus bergan zakazlarni birga tayyorlaymiz. Shunaqa chiroyli необычный bo'lgan zirhlarni yasalinish jarayonini ozgina ko'rsatib o'taman. Videoni oxirigacha ko'ring. Like bosib, podpiska bo'lish esingizdan chiqmasin. Xudo xolasa, undan keyingi videolarda yana boshqa har xil turdagi aksessuarlarni, kelinlarning bezaklari, qo'rishlarini, jarayonlarini ko'rsatib boraman. Hozir men yonimda zagotovkalar qilib qo'yganman. Bitta dona simni to'qishni ko'rsatib beraman. Qanaqa to'qilinishini shunaqa lyuks simdan kesib olamiz ozgina. Xrustallikli kichkina shoxcha yasaymiz. Chiroyli qilib. Kichkina dumaloq xrustallik bilan kapli xrustallik tanlab olganman. To'qilinishini ketma-ketligini ko'rsatib boraman. Shunaqa bitta-bittalab to'qib chiqamiz hammasini. Birinchi dumaloqdan boshlaymiz, keyin ikkita chetga qarab shoxlatishni davom etamiz. Bu tepa qismi bo'ladi. O'ngga chapga qilib dumaloq olinadi yana. Dumaloq xrustallik. Shunaqa akkuratni buraladi. Keyingi qismiga ikkita simni aylantirib olamiz. Pastga tushiriladi, keyin bu yoq tarafiga, chap tarafiga yana to'qiymiz. Dumaloq xrustallikdan olinadi. Buni ham xuddi shu tepada qilinayotgandek qilinadi. Chiroyli qilib buraymiz. Yana ikkita pastga tushamiz. Bitta dumaloq bu yoq tarafga. Shunda o'ng tarafimizda ikkita dumaloq shoxchali xrustallikli bo'ldi. Chap tarafida bitta bo'ladi. Keyingi qismiga kapledan terib ketilinadi. Kaple xrustallik to'qishni boshlaymiz qolgan qismlariga, qolgan shoxchalariga. Lekin tepadagi yo'nalishda bo'ladi. Tepada qanaqa to'qiyotgan bo'lsak, xuddi shunaqa to'qib ketamiz, faqat kaple xrustallik o'tib ketadi bu yog'iga. Bu yog'iga sal tezlashtirib oldim, ozgina. Shunaqa ketma-ketlikda sim tugaguncha to'qilinadi. Kapli xrustal bilan tugatilinadi. Bu yog'ini hammasini kapli xrustalda ketadi bu yog'iga. Mana to'qib oldim. Oxirgi kapli xrustallikni to'qidim. Shunaqa to'qib olinadi. Bu bitta qismli shoxchamiz. Keyingi videolarda mana bunaqa to'qishlarni ham ko'rsatib o'tib ketaman. Bularni men hozir tayyorlab olganman. Zagotovka qilib har xil to'qib olganman. O'zingizlarning vkusingizga qarab to'qisanglar ham bo'ladi. Lekin keyingi darslarda Xudo xolasa bulardan ham ko'rsatib beraman. Zirhlar uchun tayyor qilib olganman. Tayyor zagotovka. Yoniga xohlasanglar toshli, xohlasanglar barglar qo'shsanglar bo'ladi, yoki xohlasanglar gullar qo'shsanglar bo'ladi, gulli detallardan qo'shsanglar bo'ladi. O'zini zirh qilib ishlatsa ham bo'ladi. Mana shunaqa simvolidan baylar ham qilib olganman. Bularni ham hozir tayyor qilib qo'yganman. Zagotovkalar уже tayyor. Bir-biriga ulab chiqsam bo'ldi. Baylarning shaklini har xil o'zingizlarning xohishingizga qarab qilsanglar bo'ladi. Men ikki xil katta, kichkina razmerda qilganman. Endi tayyor qilib qo'yilgan bitta shoxchali qismga yoniga shunaqa bargdan qo'shamiz. Bir-biriga shunaqa qilib ulanadi. Men bularni o'zim ideya qilib qilaman odatda. O'zimning vkusimga qarab, o'zimning xohishimga qarab qattandir ko'rib qilmayman. Tabiiy ideya bo'lib chiqadi menda. Mana shunaqa nechta qilib yoniga qo'shsak, необычный zirh tayyor bo'ladi. Men qolgan qismini tezlashtirib oldim. Ozgina tezlashtirib ko'rsataman u yog'ini. Mana ustiga yana bitta bargcha qo'shib oldim. Xohlasanglar qo'shasizlar, xohlamasanglar qo'shmasanglar ham bo'ladi. Yana ham qo'shimcha effekt bo'ladi deb qo'shdim bitta bargcha, kichkinarog'idan qo'shdim faqat. Mana shunaqa chiroyli zirhcha paydo bo'ladi. Ikkinchi qismini ham hozir yasaymiz. Bu ikkinchi yarim qismi.
zireli bitta tarafi u yoq tarafga, bitta tarafi bu yoq tarafga qarashi kerak. Ikkala tarafi bir xil bo'lib qolishi kerak emas. Ikkala tarafi bir xil bo'lib qolsa, har doim ham chiroyli ko'rinmaydi. O'shaning uchun zagotovkalarim hammasi bir-biriga qarama-qarshi zagotovkalar. Yasayotganda ham xuddi shunaqa yasalinadi. Barglarni ham har doim xuddi shunaqa terilinadi. Barglarni ham, zagotovkalarni ham, nima qo'yilinsa ham hammasini bir-biriga qarama-qarshi qilib qo'yiladi. Oxirida hammasini bitta qilib yig'ib, qattiq siqib buriladi instrument bilan. Ortiqcha joyini kesib tashlaymiz. Hozir sizlarga ko'rsatib beraman tayyor holatini. Hozir bittasini kesib zirey paydo bo'ldi. Ikkinchisini ham kesdim. O'sha hozir bitta qismini, bitta bo'lagi zireyni taqab kesib qo'ymaysizlar. Ozgina qoldirlarni orqasiga shunaqa buklab borasizlar. Taqab kessanglar, yasagan zireyinglar chochilib ketadi. Shuncha qilgan ishinglarni keyin yig'ishga qiyinroq bo'ladi. Mana buralgan joyini yopib, endi orqasiga zastyoshkani ulaymiz hozir. Keyingi xildagi zireylarni ham hozir hammasini tayyorlab olaman. Ozgina tayyorlab zagotovka qilib bo'lgandan keyin hamma zireylarni zastyoshkasini ulashni ham ko'rsatib beraman. O'zinglar vkusinglarga qarab, xohlaganingizcha har xil qilib qilaverasizlar. Oxirida tugaydigan qismi shunaqa bo'ladi hammasiniki. Instrument bilan qattiq siqib buriladi, ortiqcha joyini kesib tashlanadi, orqaga qayirib yuboriladi. Shunda eng oxirgi etap zastyoshka ulanadigan qismi qoladi. Mana orqasiga kley surib qo'yilgan edi. Hozir zastyoshkalarni yopishtiryapman. Kley bilan qilsanglar ham bo'ladi. Kleyni ikki xil ishlatsanglar bo'ladi. Xohlasanglar temir kleydan, xohlasanglar pistolet kley bilan ishlasanglar bo'ladi. Orqasiga akkuratni qilib, prochniy qilib yopishtiriladi. Bu yerda hozir hamma zagotovkalarimni yig'madim hali. Yarmisini qilganman, qolgan yarmisini keyin oxirida ko'rsatib beraman. Zastyoshkani xohlaganinglardek ishlatsanglar bo'ladi. Xohlasanglar lyuks kачествоdan, xohlasanglar eng oddiysidan. Lekin men bunaqasini tanlaganman, ilgili zastyoshka tanlaganman. Ya'ni quloqga taqiladigan joyini. Shunaqasidan qilganman. Shunaqa akkuratni yopishtiriladi. Hozir yaqinlashtirib ham ko'rsatib beraman. Mana ozgina yaqinlashtirib ko'rsatib beryapman. Zastyoshkalarni tekshirib turasizlar, qiyshayib qolishi kerak emas. Hammasini kleylarini surib chiqiladi. Men temir kley bilan ishladim. Kleydan ko'proq qilinishi kerak, bo'lmasam tushib ketadi zastyoshkalari, bir-biridan ajralib ketishi mumkin. Bu yerda endi boshqacha xilligini ko'rsatib beraman zireyni. Bunaqa gulchali, libestok gulchali zireyli bo'ladi. Videoni sal chetrog'ida yasab qo'yganim bor. Hozir sal boshqacharoqni yasab ko'rsatib beraman. 5 ta shunaqa tayyor libestokcha, smoladan qilingan libestokchani tayyorlab qo'ygan edim. Burada mana gulcha qilib yuboriladi. Barglarga ozgina forma berib yuboriladi. Xohlasanglar tekis ichkariga qayirasizlar, xohlasanglar tekis tashqariga qayirsanglar bo'ladi. Shunaqa ketma-ketlikda terib olinadi. Hammasini burchagiga to'g'ri kelishi kerak, baravar to'g'ri kelishi kerak hammasiniki. Bularni shunaqa qilinadi. Endi bu tayyor gulchali zireylar o'rtasiga xohlasanglar jemchug, xohlasanglar xrustalik yopishtirsanglar bo'ladi. Mana bunaqa dumalab ketmasligi uchun yangi yopishtirilgan jemchuglar shunaqa tekis nimagadir qo'yib qo'yilishi kerak bo'ladi ozgina vaqtga. Mana shunaqa tekis bo'lib turishi kerak hammasi. Jemchuglar, yopishtirgan jemchuglar qotib olish uchun. Ikkitasiga jemchugli qildim. Ikkitasini xrustalikli qilaman hozir. Shunaqa katta xrustalikdan ishlatiladi. Hamma yasalangan zagotovkalarni, tayyorlangan mayda-mayda detallarni bir-biriga ulab, hammasidan shunaqa chiroyli, go'zal bo'lgan zireylarni yasab yig'ib olamiz. Keyin oxirisida hammasini bittalab tekshirib chiqib, keyin
zastyoshkalarni o'ynaymiz. Agar o'rganishni xohlasanglar postda nomer qoldiraman, telefon nomerni. O'sha yerdan aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Bu hozir eng oddiy bo'lgan individualniy zakazlar. Har bitta klient bilan o'zini xohishiga qarab, o'zini fokusiga qarab, har bitta xohlayotgan narsasini jihaz beriladi. Zastyoshkalarni qotirib chiqyapman. Pistolet krem bilan ishlasanglar ham bo'ladi. Temir krem bilan ishlasanglar ham bo'ladi. Individualniy tayyorlangan sirenlarimiz tayyor bo'ldi. Hammasi eksklyuzivniy bu. Tayyor qilishga harakat qildim. Endi tayyor bo'lgan zireychalarimizni egalariga upakovka qiladigan jarayonga keldik. Hammasini bittalab shunaqa akkuratni chiroyli qilib upakovka qilib chiqamiz. Har bittasini alohidalab shunaqa o'zini maxsus qog'ozchalarga ilib chiqariladi. Mijozimizni kelin ko'ynak salonlari uchun tayyorlangan maxsus sirena tayyor bo'ldi. Endi egalariga jo'natamiz. Undan keyingi videolarda nimalar haqida ko'rsatishimni xohlaysizlar, kommentariyada yozinglar. Qanaqa video qo'yishimni xohlaysizlar, keyingi videoda nima yasashni ko'rsatishimni xohlaysizlar. O'shani kommentariyada yozib qoldiringlar.